Assalomu alaykum aziz hamyurtlar. Toshkent avtovokzali Sobir Rahimovdan yurib ketadigan Rossiyaning barcha shaharlariga reyslarimiz mavjud. Kimdan-kim Rossiyaning barcha shaharlariga ketmoqchi bo'lsa yoki qaytmoqchi bo'lsa, bizlarga aloqaga chiqsa bo'ladi. Ko'pchilik salon qismlarini ham ko'rsating, to'liqroq obzor qilib bering deyapti. Shuning uchun ko'rsatib o'tamiz salon qismlarimizni ham. Mana yangi kirib kelgan avtobusimiz. Sidinalarda isitgich, sovutgich hamma shart-sharoitlari mavjud. Bu sidinalarimiz yotadi ham akalar. Bu yerda qo'l qo'yadigan joylari chiqadi, bemalol qo'llarni qo'yib, telefoninglarni maytga zaryadga qo'yib ketishinglar mumkin. Ikkita zaryadchi kuchaydigan o'rinlari bor. Bu tarafga keladigan bo'lsak, cooler, kofe bemalol damlab ichib ketishinglar mumkin aziz hamyurtlar. Bu yerda sovuq suv tushadi, bu yerda issiq suv. Mana ko'rib turganlaringiz. Televizorlarimiz ham mavjud. Bagajga keladigan bo'lsak, xohlaganinglarcha bagaj olsanglar bo'ladi. Bagaj chegaralanmagan. Shu yerga bagajlarni qolgan narsalarni qo'yib, pastga bagajlarni polностью qo'yishinglar mumkin aziz hamyurtlar. Telefon qilinglar 700 ming so'm evaziga reysingizni Toshkent avtovokzali davlat reysi avtobuslarida amalga oshiring. Sog' bo'linglar.